Bablikda şabgir etgan andajonim qoldi mening andajonim olib qolgan andijonim oldi uzviy davom edi. Ammo o'zbek xalqi Islom Karimovning bu jinoyatlarini aslo unutgani yo'q, balki barcha yolg'on va nayranglarni faqat xalqning diktaturga qarshi jirkanch va nafratini oshirdi xolos. Biz Andijonda begunoh qatl etilgan aka-ukalarimiz xotirasi oldidagi hamda Karimov zulmini tortgan yana minglab qurbonlar oldidagi o'z burchimizni anglagan holda hamda begunoh zindonband etilgan 100 minglab o'zbek xalqini hamda haqiqiy xalq fidoyilarini ozod qilish yo'lida hamda xalqimizga qarshi bo'lgan insoniylikka qarshi bo'lgan Karimovning mavjud mustabid tuzumidan xalqimizni butunlay xalos etish yo'lida Arizona, Idaho va Ohioda Andijon ovozi o'zbeklar uyushmasi deb nomlanadigan nodavlat tashkilot tuzdik. Andijonliklar Amerika jamoatchiligiga vatanlarida qolgan oilasi doimiy ta'qib-tazyiqlar ostida qolayotgani haqida gapirdilar. Anjumanda Andijon qatlomi haqidagi film ham namoyish etildi. Akamning 2 qizi va 1 o'g'li bor. Ular hozir O'zbekistonda maktabda o'qishadi. Har safar telefon qilganimda "Amaki qachon kelasiz?" deb so'rashadi. Qaysidir bir jiyanim "Yo'q, kelmang. Siz ham kelsangiz ana dadamni o'ldirib yuborgan yomon odamlar sizni ham qiynab o'ldirib yuborishadi" deb qolishadi. Bu narsalarni sizlarga aytishimdan maqsad qachongacha O'zbekistonda bunday qiyinchiliklarga bardosh berib yashaymiz. Bugungacha ham akamning qotilari kimligini hech kim bilmaydi. Ikkita ukamni qiynagan boshda. Ana shu voqealardan keyin, Andijon voqealaridan keyin mendan keyingi ukamni ushlab ketishib, shu nimada SMB xodimlari uydan ushlab ketib, shu majbur gapirasan, qo'limda qurol bor edi. Asla desang qo'yib yuboramiz degan. Qiynashganda ukam majbur bo'lgan asla deyishga, tindalariga bilgizlar tiqib qiynashgan. Shundan keyin yana 1 oy o'tmay orada yana qamab qo'yishgan ukamni. Hozir turmada o'tiribdi, sanga o'ribdi. 16 yil bergan ikkita ukamga. Undan keyingi ukamni ham qamashgan. Shuning uchun akam ashuni eshitib majbur bo'lgan qochib yurishga, bu qo'shni davlat. Keyin shu nima voqea qaytganlarni eshitib, endi yaxshi bo'lib qolgandir, kechiryapti, tegmaydi deb ashuna o'ylab qaytgan xullas. Ota-onamga xavotir olganda bola chaqasidan. Shuning uchun kelishiga olib ketishgan. SMB xodimlar olib ketib, oradan 20 kun ichida shunaqa ahvolda kelgan. Boshi yorilgan, tishlari singan, o'ligi kelgan. Prezidentimiz ayollarni afv etgan ekan, ularga hech kim tegmaydi deb qayta-qayta aytaverishidan keyin Dilorom Abduqodirova qaytishga qaror qilgandi. Respublikasi Milliy xavfsizlik xodimlari tuzog'i bo'lib, Abduqodirova borgandan so'ng bir necha kun Toshkentda ushlab surishtiruv ishlari olib borilgan. Undan so'ng Andijondan kelgan yaqinlariga qaytarib berilgan. Abduqodirova o'z oila a'zolari bilan 2 hafta bo'lgan. Shundan so'ng Andijon oblast ichki ishlar bo'limiga olib borilgan. U ayolni hech bir yaqinlariga ko'rsatmagan. Abduqodirovaning ishi yuzasi bo'yicha yopiq tergov qilingan. Abduqodirovaga yo'naltirilgan advokatlar esa hech qanday ma'lumotga erisha olmagan.
Advokatlarning qayta almashtirilishi Abduqodirovaning ishi yuzasidan hech qanday oqlash uchun imkon berilmadi. Natijada esa 21-aprel kuni Dilorom Abduqodirova ustidan mahkama boshlangan. Bu haqda Andijondagi huquq-tartibot idoralari Abduqodirova yaqinlarini xabardor etgan. Oblikka shabgir etgan Anjumanda qatnashgan Amerika jamoatchilik vakillari O'zbekistondagi bugungi vaziyat va 5 yil avvalgi qatlom haqida tasavvurga ega bo'lganliklarini ta'kidladilar. Tadbir yakunida andijonliklar mehmonlarni o'zbek taomlari bilan mehmon qildilar.